Velosiped haydovchilari uchun qoidalar chiqarildi. Velosiped haydovchilari qanday qoidalarga amal qilishi kerak? Ma'lumot uchun, yo'lda velosipedni boshqarish 14 yoshdan kichik bo'lmagan shaxslargagina ruxsat etiladi. Velosipedchilar yo'lning chetki o'ng bo'lagida imkon boricha o'ng tomonidan bir qator bo'lib harakatlanishi kerak. Agar piyodalarga xalaqit bermasa, yo'l yoqasida harakatlanishi ham mumkin. Yo'lning qatnov qismidan harakatlanishida velosipedchilar boshqa harakat ishtirokchilariga xalaqit bermasliklari uchun guruhlarga bo'linishi kerak. Velosiped tovushli ishora moslamasi bilan jihozlangan va tormoz tizimi soz holatda bo'lishi lozim. Sutkaning qorong'u vaqtida harakatlanish uchun velosipedning old tomoniga oq rangli nur qaytargich yoki chiroq, orqa tomoniga esa qizil rangli nur qaytargich yoki chiroq, yon tomonlariga esa zarg'aldoq yoki qizil rangli nur qaytargich o'rnatilishi kerak. Shuningdek, nur qaytargichli kamzulda bo'lishi shart. Velosipedchilarga taqiqlanadi: rulni ushlamasdan yoki bir qo'lda harakatlanish, yo'lovchi tashish, piyodalar o'tish joyidan velosipedni boshqarib kesib o'tish, velosiped yo'lkasi bo'lgan yo'lda piyodalar qatnov qismida harakatlanish. Qoidalarni buzish bazaviy hisoblash miqdorining 3dan 1 qismida jarima solinishiga sabab bo'ladi.